qari bilganni pari bilmas. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga qari bilganni pari bilmas deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. O'tgan zamonda Xorazm degan tomonda sayohatga chiqishni juda yaxshi ko'radigan bir podsho yashagan ekan. Kunlardan bir kuni u safarga chiqmoqchi bo'lib, yurtidagi hamma yosh yigitlarni huzuriga chaqirtiribdi. Uzoq bir qishloqda 80 yoshli kambag'al chol yolg'iz o'g'li bilan yashar ekan. Podshoning buyrug'ini eshitgan yigit otasini yolg'iz tashlab ketishga ko'zi qiymay, uni sandiqqa solib, o'zi bilan birga olib ketibdi. Shunday qilib, podsho navqiron yigitlar qurshovida safarga jo'nabdi. Yo'lda ketayotib, ulkan sahro qarshisidan chiqishibdi. Sayohatchilarning bu vaqtda suvlari tugab, suvsizlikdan otlar ham holdan toygan ekan. Azamatlar, buyuraman. Nima qilib bo'lsa ham suv topinglar. Suv! Yigitlar podshoning buyrug'ini qanday bajarishni, suvni qayerdan topishni bilmay boshlari qotibdi. Harchand urinishmasin, birortasining kallasiga jo'yali fikr kelmabdi. Shunda haligi yigit otasiga maslahat solibdi. Otajon, suv zaxiramiz tugab qoldi. Odamlar va otlar suvsizlikdan qiynalishyapti. Podsho nima qilib bo'lsa ham suv topishga buyruq berdi. Ammo buning ilojini topolmayapmiz. O'g'lim, podshodan ot go'shtini so'ra. Keyin uni ochiq joyga qo'ysang, go'shtga ari keladi. U go'shtdan yeb, suv so'raydi va suvga qarab uchadi. Arining ketidan borsangiz, suvni topasizlar. Yigit otasi aytgan gaplarni podshoga yetkazibdi. Darhol uning aytganini qilishibdi. Bir ozdan keyin arilar kelib, go'shtga qo'nishib, keyin suvsab qolib, ucha boshlashibdi. Arilarning ketidan yigitlar ham yo'lga tushishibdi. Yurib, bir daryo yonidan chiqishibdi. Hammalari quvonib, to'yib suv ichib, otlarni sug'orishib, meshlarni ham to'ldirib olishibdi. Keyin yana o'z safarlarini davom ettirishibdi. Yo'lda ketayotib, bir g'orga duch kelishibdi. U kirsa chiqmas g'ori ekan. Podsho g'orning ichida shifobaxsh suv borligidan xabardor ekan. Shu g'orning ichida ming dardga davo bo'luvchi shifobaxsh suv bor. Buyuraman, hoziroq g'orga kirib, bir mesh shifobaxsh suvdan olib chiqing. Podshoning amri bilan bir necha yigit g'or ichiga kirib ketibdi. Ammo shuncha kutishsa ham ulardan darak bo'lmabdi. Kirsa chiqmas g'ori yigitlarni tashqariga qaytarmabdi. Podsho esa birin-ketin boshqa yigitlarni ham g'or ichiga kirgizaveribdi. Navbat cholning o'g'liga yetibdi. U maslahat olish uchun yana otasining oldiga boribdi. O'g'lim, podshoga aytib,
bitta bolali biyani topdir. G'orning og'ziga olib borganingda uning bolasini onasidan ayirib, o'zing biyani minib g'or ichiga kir. Shunda biya bolasiga intiq bo'lib, g'orning qayerida bo'lsa ham qaytib chiqadi. Yigit otasining maslahatiga amal qilib, ona biyani minib g'orga kiribdi. Bolasi esa g'or og'zida qolibdi. Bir ozdan so'ng yigit va biya meshda shifobaxsh suv bilan eson omon g'orning narigi tomonidan chiqishibdi. Suvni qo'lga kiritgan podsho yana yo'lga tushishga buyruq beribdi. Ular yo'l yurishibdi. Yo'l yurishsa ham mo'l yurib, yana bir daryoga duch kelishibdi. Daryoning narigi tomonida juda katta baland bir tog' bor ekan. Daryoning ichida esa bitta chiroyli shamchiroq ko'rinibdi. Podsho yigitlariga shu shamchiroqni olib chiqishni buyuribdi. Ko'p yigitlar urinib nobud bo'lishibdi. Navbat cholning o'g'liga kelibdi va u yana otasiga maslahat solibdi. Shunda chol o'g'lidan so'rabdi: "Daryoning yuqori qismida nima bor, o'g'lim?" Katta tog' bor, ota. "O'g'lim, shamchiroq shu tog'ning tepasida. Daryoga tushishning hojati yo'q." Yigit eshitganlarini podshoga kelib aytibdi. Hamma toqqa qarabdi. Shundan ham daryoning o'rtasidagi shamchiroq tog'ning tepasidagi shamchiroqning aksi ekan. Podsho ahdidan qaytmay uni keltirishga farmon beribdi. Yigitlar esa buning ilojini topisholmabdi. Shunda dono ota yana o'g'liga maslahat beribdi. "O'g'lim, podshoga ayt. Nazari bor odam toptirsin. Uni shamchiroqqa qaratib, yomon nazar tashlatinglar. Shunda o'sha shamchiroq uzilib tushadi." Podsho ko'zi bor odamni topish uchun buyruq beribdi. Navkarlar shunday odamni topib keltirishibdi va shamchiroqqa yomon nazar soldirishibdi. Shu zahoti shamchiroq uzilib daryoga tushibdi. Yigitlar uni darrov olib chiqishibdi. Barcha qaltis vaziyatlarda to'g'ri maslahat berayotgan yigit podshoning e'tiborini tortibdi va podsho uni yoniga chaqirtiribdi. Juda yoshsan. Ammo bunday qiyin masalalarga qanday qilib yechim topding? Olam panoh. Qishloqda qari otam bilan yashar edim. Safarga chiqayotganimda uni yolg'iz tashlab kelishga ko'nglim bo'lmay, sandiqqa solib o'zim bilan birga olib yuribman. Bu maslahatlarni menga otam berdi. Podsho cholni olib kelishni buyuribdi va u kelishi bilan unga rahmat aytib, vazir qilib tayinlabdi. Shuning uchun ham aziz bolajonlarim, xalq orasida qari bilganni pari bilmas degan naql yuradi. Bu degani qariyalar hatto
parilar ham bilmaydigan ko'p narsalarni bilishadi. Shuning uchun ulardan maslahat olishni sira kanda qilmaslik kerak. Buvayu bujonlarimiz juda ko'p narsalarni bilishadi. Ularning gaplariga quloq solish, aytganlarini albatta bajarish kerak. Audio Ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.